Assalomu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar tor betiga xush keldingiz. Hozir anglaydiganınız Yalqın Rozining 20-asrdagi tunji islohotchi Abduqodir Domollam nomli asri. Mazkur asar avtorining Loyqal'aning siri nomli maqola obzorlar to'plamidan elindi. Ikkinchi bölüm. Abduqodir Domollam bu qitim O'rta Osiyodagi muhim shaharlarda ziyoratda bo'lib, ayni yillarda O'rta Osiyodagi tatar ma'rifatchilari yo'lga qo'ygan yangicha o'qitish metodi, usuli jadidning an'anaviy o'qitish usuli qadimidan ko'p ilg'or ham unumli ekanligini texmi cho'nqur to'nib yetgan. Bu qitim uning jadidlik ideyasi haqiqiy ma'noda shakllanib, bu xil yangi islohotni Qashqarda ikkilanmasdan yo'lga qo'yish irodasiga kelgan. Ham 1912-yili Qashqarda o'zi bosh bo'lib, yangicha maktab ochgan. Qashqar garchi tarixda ilm, ma'rifat o'chqi sifatida Iroq yaqinga dang chiqargan mashhur shahar bo'lsa-mu, keyingi kunlarga kelganda go'yo ko'z takkandek eng qaloq shaharlar qatorida sanaladigan bo'lib qolgan. Tatar olimi Nushrevan Yaushevning so'zi bo'yicha aytganda, tarixda ilm, ma'rifat nuri bilan yer ko'k orasini nurga cho'mildirgan bu shahar shu yillarda madaniyat quyoshidan butunlay mahrum holatda jonsiz va harakatsiz o'lik shaharga aylanib qolgan edi. Qashqarda madrasa ma'arifi xeyli umumlashgan bo'lsa-mu, lekin ta'lim-tarbiya unumi to'van edi. Sababi o'qitish usuli qatmal, o'qitish mazmuni cho'lta edi. Bundaq madrasa ma'arifining kun sari ig'irlashayotgan real ijtimoiy krizisni hal qilishga, navbatdagi milliy ehtiyojni qondirishga majol yetmaydi. O'qitishga sarf qiladigan vaqt ziyoda ko'p edi. Abdurahmon Jamining arab tili nahviga oid kofiyaning izohi bo'lgan Sharhi Molla kitobini o'qish uchunla 5 yil vaqt ketadi. Muqaddimati mantaqiya, mavhuma yunoniya darslari kuchab o'qitiladi. Sarf, Muizzi, Zanjani, Avmil qatorliq grammatika kitoblarini 5-6 yillab o'qitadi. Darslarning ichida sop aqidaga yotadigan bilimlarga sal qorilib, tasavvuf namoyandalarining kitoblari kuchab o'qitiladi. Shunga Qashqarda gapni hadislar Hofiz bilan Mavlevi Jamining asarlaridan boshlaydigan. Har xil latifa va Abu Muslim qatorliqlarning jang qissalarini biladiganlarning hammasi ma'lumoti mo'l, bilimlik odam sanaladi. Mushundaq ahvolda Abduqodir Domollam O'rta Osiyo jadidchilariga o'xshash ishni oldi bilan jadidcha maktab ichib, madrasa ma'arifini o'qitish usuli va mazmuni jihatdan tang islohot qilishdan boshlagan. Kelgusida o'ziga qo'l qanot bo'lishga yaraydi deb qaragan zehni ochiq yosh taliblarni va bir qism shogirdlarni turli amallar bilan chet ellardagi islohot ideyasi bo'yicha o'qitish elib berilayotgan joylarga o'qishga chiqargan. O'qishga chiqarilgan bu o'quvchilarning xarajatini 1911-yili Istanbulda Abdurauf Fitrat, Osman Xo'ja, Abdulaziz G'uljayi, Muqimiddin Bagjani va Sodiq Ashur o'g'li qatorliqlardan tashkil topgan hay'at tarafidan qurilgan Buxara Ma'rifat jamiyati ustiga olgan. Yaponiyalik tadqiqotchi Oishi Shinichiro Qashqardagi yengilqi kuch harakati nomli maqolasida Dana islohotchi o'lima Abduqodir Domollam 1912-yili Qashqar shahrida yangicha maktab ochgan. Abduqodir Domollam Qashqar qatorliq Tangirtog'ning janubidagi Tarim vodisi atrofidagi joylarda musulmonlarni yangicha ma'arifda tarbiyalash uchun o'qituvchi taklif qilish bilan birga har yili Istanbul, Qozon, Ufa, Orenburg qatorliq ilg'or musulmon yurtlariga 10-15 o'quvchi chiqarib turgan deb yozgan.
Abduqadir Damollamning islohotchilik ideyasining ro'shan holda kuchayib, faoliyatlarining jonlanib, munavvar bir jadidchiga aylanishida Qrim, Qozon, Ufa, O'rinburgdagi tatar ziyolilarining jadidlik faoliyatlari, O'rta Osiyo bo'libmi Toshkent, Samarqanddagi munavvar qori Abdurashid Xonga o'xshash ong va orzudagi yosh o'limalarning ma'rifatchilik harakatlari kuchli ta'sir ko'rsatgan. İsmail G'asparalining tilda, fikrda, harakatda birlikni amalga oshirish shuari O'rta Osiyo milliy uyg'onish harakatlarining barliq kelishiga, yangicha maktablarining ta'sis qilinishiga turtki bo'lgan. Har qaysi turk tilliq millatlarning uyg'ongan ziyolilari o'zlarining milliy g'oyalarini turg'izib, zamonaviylashish, ilg'orlik, taraqqiyot, gullanish yo'llari ustida izlanish kirishgan. Mutaassiblik bilan ilg'orlik, xurofotlik bilan ma'rifatchilik, tarki dunyolik bilan amaliyatchilik o'tirsidagi bu kurash nihoyatda kaskin ham mushkul bo'lgan. Bu jarayonda milliy g'oyalari pishib yetilgan tatar ma'rifatchilari nihoyatda muhim rol o'ynagan. Tarixiy nuqtadan aytganda tatar ma'rifatchilarining madaniyat jihatdagi uyg'onish harakati Char Rossiyaning 3 asrdan ortiq vaqt ichida tatarlarning zaminlarini bir-birlab egallab, ularning bir butunligiga va moddiy manfaatiga qo'shlab zarba berishi, e'tiqod va madaniyatiga g'aljirlik bilan ziyonkashlik qilishi natijasida shakllanishga boshlagan. Bundaq zo'r milliy xavf ostida tatar ma'rifatchilari o'zlarining mavjudligini saqlab qolish uchun an'anaviy madaniyat sistemasidagi qaloqliqlarni isloh qilib, islomiyatning qimmat qarashi bilan g'arbning fan madaniyatini moslashtirishga tutish qilgan. Bu tarixiy uyg'onishni ularning talantli mutafakkirlari bilan faoliyatchan milliy burjuazlari birlikda ro'yobga chiqargan. Ularning uyg'onish harakati O'rta Osiyoda misli ko'rilmagan bir ideyaviy iqlim shakllantirgan. Bog'cha saray, Qozon, O'rinburg, Ufa, Astraxan qatorliq tatar shaharlari bu xil ideyaviy iqlimning markazlari bo'lib, jadidcha maktab va nashr buyumlarining ta'siri yiroq yaqindagi qarindosh xalqlar orasida zilzila qo'zg'agan. Abduqadir Damollam Adabiy bir musahiba degan maqolasining oxirida tatar ma'rifatchilari nashr qilgan Tarjimon, Vaqt, Shura qatorliq gez jurnallarining ahamiyatini alohida tilga elib, bu foydali asarlardan bahramon bo'lgan kishining vijdoni ko'ngillikdan yuz o'rib, islohot va taraqqiyot yo'lidan qaytmas deb yozgan. Demak, tatar ma'rifatchilarining jonliq, amaliy, unumli faoliyatlari jadidlik ideyaviy iqlimini urg'utib, milliy uyg'onish harakatini kuchaytgan. 1905-1906 yillari Tövan Novgorod va Sankt-Peterburgda tatar ma'rifatchilari boshlamchiligida ochilgan 3 qitimliq islom qurultiyi bu harakatni xalqaroliq ta'sirga ega qilgan. Dal shu yillarda Britaniya mustamlikachilari o'zlarining islomiyat dunyosiga bo'lgan qora niyatini sistemalashtirish, mustamlika rayonlarida harbiy g'alabadan tashqari g'alabalarni qo'lga keltirish uchun aldirashmoqda edi. 1906-yili Qohirada chaqirilgan Gospel yig'ini xristian dinining islom diniga qaratgan umumyuzlik xristidan derak bergan. Angliya ishg'oliyatchi doiralarining Misrga qaratgan siyosiy, iqtisodiy kontrolligining tadrijiy kuchayishiga ergishib, g'arb madaniyatining singib kirishini tezlashgan. Misrda xristian dinini tarqitish uchun g'arb missionerlari Misrga turkumlab yetib kelgan. Bu qitimqi yig'in islom masalasini hal qilish va islomiyatga taqobil turishning usullarini, masalan, doktorxona va doril-etamlarni qurish, maktab selish qatorliq ishlarni nuqtaliq muhokama qilgan. Azhar universitetiga taqobil turish uchun xristian universitetini qurgan. Ular eng muhim vosita shuningdan iboratki,
o'quvchilarni tanlab g'arbga tarbiya elishga avatish. Ular davlatiga qaytgandan keyin gospelni tarqitadigan ideyaviy rahbarlar bo'lish kerak deb qaror qilishgan. Abduqodir Domollam İslamiyet dunyosi mavjudlik ideologiya jihatlarda jiddiy xiristga duch kelgan mushu davrda İslamiyet dunyosidagi muhim mutafakkurlar bilan suhbatda bo'lgan ham tatar madaniyat uyg'unishi avjiga chiqqan shaharlarda ziyoratda bo'lgan. U bu jarayonda bu xil xiristni chin ma'nosi bilan to'nib yetgan ham nima qilish zarurligini tushungan tunji Uyg'ur ziyolisi bo'lib qolgan. U ashu ideyaviy to'lqinlarda kurash g'oyasini mustahkamlagan. U o'zining adabiy bir musohiba degan maqolasida G'uljidan vatanimga qaytib, avvalgi maslakni davom etib, aholini jadidcha islohotlarga va taraqqiyotlarga tashviq va targ'ib etdim deb yozgan. Abduqodir Domollam Aqoid Zururiya nomli asarida aniq qilib mundoq ko'rsatgan. İnsanның xor va zabun bo'lmoqiga sabab nemidir? Ikki narsadir. Biri jaholat va nodonlik. Ikkinchisi tafriq va ixtilofdir. İzzat, obro'y, quvvat nima bilan bo'ladi? Ilm, ma'rifat, ittifoqlik bilan bo'lar. Abduqodir Domollam O'rta Osiyo o'lkalarini aylanish, kuzatish jarayonida o'ylanish, tafakkur qilish orqali oxirgi hisobda yurtning, millatning kulfatlik taqdirini o'ngshash uchun cho'qim ishni ma'rifda, madaniyatda islohot elib berishdan boshlash qaroriga kelgan. U bu xil islohot g'oyasini, ya'ni jadidlik o'y planlarini amalga oshirish uchun 1912-yildan boshlab Qashqarda uyushma qurib, maktab ochib, kitob chiqarib, zo'r ta'sir paydo qilgan. Abduqodir Domollamning Qashqarda boshlagan jadidlik harakatining dog'dug'isi nihoyatda qisqa vaqt ichida Qashqardan halqib ketgan. U bu yangi harakatning Uyg'ur jamiyatidagi yetakchisi sifatida tanilgan. Nushrivan Yausif 1915-yili Kuchada tekshirishda bo'lgan mezgilda yozgan xabar maqolasida madaniyat quyoshidan butunlay mahrum qilib, jonsiz va harakatsiz yotquchilar kimlar? Ular qayerda? Bular Chinda, 6 shahar musulmonlaridir. Dunyoda bulardan töven qolgan yana bir xalq bo'lmasa kerak. Bu yerda milliy tarix, ona til va milliy adabiyot o'qitadigan maktab, madrasalar yo'q. Bo'lsa-mu Buxara usulida. Mana shu sababli ular o'zlarining kim ekanliklarini bilolmay yurishadi. Bu yerda o'z ona tilida to'g'ri yoza oladigan va o'qiy oladigan va milliy tarixdan xabardor birmi kishi yo'q. Faqat Qashqarlik Domolla Abduqodir apandi buning sirtididir deb yozgan. Gerçi Abduqodir Domollam taraqqiyot tarafdorlarining nazarida yuksak atalsa-mu, ammo bu yosh olimning Qashqardak jaholat tutaklari ichida buruq turma bo'lib qolgan qaloq shaharda taraqqiyparvarlik g'oyalarini reallikqa aylantira olishi oson emas edi. Abduqodir Domollamga o'ng kelib qolgan yeri shuki, Yang Zingshin 1912-yili 5-oyda Xinjiangning oliy amaldorligiga yangidan tayinlangan edi. Bu chaqda Xinjiang vaziyati to'liq murakkab edi. U harbiy o'zgarish qilib, elini mustaqil idora qilayotgan Shinxay inqilobchilarini, qo'zg'olon ko'tarib Qumul tog'larini so'rayotgan Temur xalifini, Tangirtog'ning shimoliy va janubida intayin jonlanib ketgan Gılavxuychilarni yo'qitib, o'zining ojiz hokimiyatini mustahkamlamasa, moliyasi qurug'lanib qolgan hukumat xazinasini g'amlamasa bo'lmaydi. Bundaq ahvolda Yang Zingshinning Qashqardagi yangilik, ko'niliq talash tortishlarga ko'ngil bo'lgidek cho'lisi yo'q edi. Joylardagi amaldorlarmi siyosiy vaziyatning qayoqqa burildiganligini ko'zitib, o'zlarining taqdirining qandoq bo'lishidan qayg'urishib o'tirishadi.
Шуңа Абдуқадыр Дамоллам Яңзыңшиннің рәзіл сиясатының қаршылыққа ұшырмай, жәдитлік әрекетini қысқа ғана бір нәче ел давам өткізішке муаффақ болған. Lekin mutaassib, o'lima ishonlar zamanға layık qilishga can jahli bilan qarshi turib, o'zlari bilib bilmay Yangsangshинның rəzil siyosatiga uyg'un yo'l tutgan. Abduqadir Damollamga o'xshash islohot bayrog'ini ko'tarib chiqqan bir odam oldi bilan cho'qim Qashqarda yuksak nopuz tiklashi, keng ommaviy asosga ega bo'lish kerak edi. Afsuski Qashqar mashhur madrasalarmi, donliq diniy o'limalarmi ko'p qadimiy shahar edi. So'peyshonlarning ta'sir kuchimi sal chog'liqli bo'lmaydigan darajada zo'r edi. Bundaq muhitda yeshi әмділа 40-тан halqagan, ko'p yillar chet ellarda yurgan Abduqadir Damollamdek bir olimning mutaassiblar tarafidan qarshi elinmaydigan ijtimoiy g'oyalarni amalga oshira olishi oson emas edi albatta. Qashqardagi o'lima ishonlarning mutlaq ko'pi tar ma'nodagi ibodatlarga dum tushgan. Onundan başqa ishni ortiqcha ham e'tiqodga muxolif deb qaraydigan nazar doirasi tor kishilar edi. Ular dunyo miqyosida islom dini va islom ellarining ojizlashganligidan va orqada qolganligidan bexabar edi. Xabari bor degandimi, buning sababi ustida o'ylangudek tafakkur quvvatidan, bunda qabohatlik reallikqa ichinugudek sop vijdondan, xalqni qul qilg'uchi zo'ravon zolimlarga qarshi turg'udek g'ayrat, shijoatdan mustasno edi. Ular yumshoq ibodatlarni ado qilishib, shuning bilan o'zlarini eng taqvodor hisoblashib, nazr chiroqlarda uzundan uzun duo tilaklarni tilishib, ko'rayotgan kunlarga ming martaba shukr qilishib yuraveradi. Külpetli qismatlarning sababi ustida o'ylanish, ofat kabi kelmishlarga chora tadbir izlashning o'rniga uni taqdir qismat, Allohning irodasi deyishib passiv pozitsiya tutib yashayveradi. Bularning boshchisi jadidlikka o'chmanlik qilishda to'nilgan o'lima Selim Damolla edi. U tarix va jug'rofiya o'qitish haromdir deb fatvo chiqargan edi. Abduqadir Damollamning o'qitish usuli, o'qitish mazmuni va bid'atlikka yotadigan odatlarni isloh qilish tashabbuslarini burmulab tushuntirib, Yahudi, Nasarlar Allohning ko'rsatgan yo'lini o'zgartib atgan, shunga ular dinini isloh qilsa bo'ladi. Bizning dinimiz eng to'g'ri, eng mukammaldir. Shunga isloh qilishning hojati yo'q. Bunda qilish kufrlikdir degandek gaplarni tarqatgan. Bu kishining Qashqardagi uchiga chiqqan mutaassib ekanligini 1914-1916 yillari Qashqar otishlarda yangi muarif harakati bilan shug'ullangan Turkiyalik Ahmad Kamal apandimi o'z kitobida qaqshab turib tilga olgan. Abduqadir Damollam Qashqarga qaytib kelgan 1912-yili O'rta Osiyo o'lkalaridagi jadidlik harakatining shamollari Qashqarga amdilatin yetib kelayotgan. Qashqarda an'anaviy islom ma'rifining o'qitish mazmuni va usulini isloh qilish masalasi ustida gap so'zlar bo'layotgan bir chaq edi. O'rta Osiyo va Turkiya qatorliq joylardagi yangi ma'rifning vaziyati bilan pishiq to'nishib, jadidlik ideyasi mukammallashgan Abduqadir Damollam yangi ma'rifning homiylari va boshlamchilari bo'lgan aka-uka Musaboyevlarni qizg'in qo'llagan. Ular bilan mo'rini mo'riga tirab bir safda turgan. 1914-yilning oxiri ustuna atush eksaqda qurilgan. Uyg'ur ma'rif tarixidagi tunji muntazam yangicha maktab bo'lgan Darul Muallimin maktabiga zo'r umid bog'lagan. Madrasalarning dogma ta'lim-tarbiya usulini, qarg'ulacha yodlatqizishni asos qiladigan o'qitish shaklini, davr talabiga mos kelmaydigan darsliklarni isloh qilib, jadidcha o'qitishni izchillashtirishni tashabbus qilgan.
O'qitish usuli, o'qitish mazmuni, o'qitish materiali qatorliq jihatlarda bir yurish islohotlarni ilib borgan. Uning bu qitim Qashqarda o'ynagan roli ilgirki yillarda o'ynagan rolidan ko'p eshib ketgan. 1912-yili Junxua Mingu hokimiyati tiklanib, Cumhuriyet tuzumi o'rnatilgandan keyin joylardan Beijingdagi parlamentga vakil saylash haqida uqtirish tarqatgan. Qashqarda Abduqodir Damollamni parlamentga vakil qilib ko'rsatish haqida g'ulg'uli bo'lgan. Buningdan Abduqodir Damollamning Qashqar tavasida kun sayin obro'y tepib, yengillik va ilg'orlikning bayroqdori bo'lib qolganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Abduqodir Damollamning ta'siri bilan yengillikqa talpingan Qashqar yoshlari O'rta Osiyo o'lkalarida nashr qilinayotgan gazet jurnallarni o'qiydigan qiroatxona ochgan degan nomda o'limalar kengashini qurgan. Bu kengashga Qashqarning atoqliq o'limalaridan Molla Islom Damollam, Obul Qosim Axunim, Xoniriqliq Abdug'ofur Axun Maxdum qatorliq zotlar ishtirok qilgan. Jamiyati Xayriyat Islomiya nomida fond ta'sis qilingan. Mutoli'a Hidoyat degan nomda yangicha maktab ochgan. Tashilul hisob, ya'ni hisoblashni osonlashtirish qatorliq o'nlagan darsliklarni tuzib bostirgan. Abduqodir Damollam o'zining jadidlik ideyasi va g'oyasi aks ettirilgan programma xarakterlik muhim asri nasihati ommani yezib bostirib tarqatgan. Bu asar qaratmiligi kuchlik, chaqiriq kuchi zo'r, jadidizmlik ruhqa boy asar bo'lish sifati bilan, shundaqla eriyasining ilg'or, tilining ommabopligi bilan Uyg'ur hozirgi zamon ideologiyasi va adabiyoti tarixidagi tunji vakillik asar hisoblanadi. Bu asardan Abduqodir Damollamning islohot ideyasini aniq ko'rib olg'ili bo'ladi. Asarda bu mutafakkur islohotchining an'anaviy islom tusidagi qaloq Uyg'ur jamiyatini zamonning taraqqiyotiga moslashtirishni talab qiladigan kuchli orzusi aks ettirilgan. Asardan ko'rib olishga bo'ladiki, u dindan tashqari zamonaviylashtirichni, ko'na andazadagi qatmal diniy hayotni qat'iy himoya qilmagan. Faqat g'aflat uyqusiga g'arq bo'lgan an'anaviy jamiyatni hayotiy kuchga ega jo'shqin jamiyatga aylantirishni, idroqqa beparvo qaraydigan nodon jamiyatni ma'rifat ruhiga boy yangi jamiyatga aylantirishni, zaiflashgan, bid'at chirmagan, mushmal aqida e'tiqodni kuchli ham sof hayot prinsipiga aylantirishni orzu qilgan. Abduqodir Damollamning ayn davrining ilg'or ideologiyasi va ma'rif islohotiga yaqindan yondashib vujudga chiqargan yuqorqi faoliyatlari Qashqarda ilg'orlik tarafdorlari bo'lgan jadidchilar bilan ko'nilik tarafdorlari bo'lgan qadimiychilar o'tirsidagi farqni ham ziddiyatni ro'shan holda kuchaytgan. Ko'nilik tarafdorlari aksiyatchi hukumatga yaqin, shundaqla ommaviy asosga ega bo'lg'ashqa g'olib kelgan. İlg'orlik tarafdorlarining boshlamchisi bo'lgan Abduqodir Damollam mutaassib molla ishonlarga tan kelolmay murassa qilishga, hatto yo'l qo'yishga majbur bo'lgan. U Shura jurnalining 1915-yil 12-oyning 1-kuni nashr qilingan soniga besilgan Bayoni haqiqat nomli maqolasida Qashqarning mutaassib o'lima ishonlarini qattiq ayblagan. U bu jahil kuchlarni o'limalar, cho'nglar, rahbarlar deb atab turib, ular ustidan mundaq shikoyat qilgan. Qaysi kuni diyorimizda taraqqiy qilgan madaniyatning muqaddimasi boshlandi. Rahbarlarimiz nomidan mazkur madaniyatni o'rganguchilarga la'natgardi, ozg'unlar degandek fatvolarni yomg'irdak yoqtirishga boshladi. Bizning tashabbuslarimiz amalga oshmay, yakka yegona holatida nazardan chetda qoldirildi. Bizning dalolatimiz bilan yoshlar ijtihod bilan qiroatxona ochdi. Cho'nglar buni mazhab buzudi deb yoptirdi. Islom jamiyati qurdi. Buni dahriyat o'chqi deb buzdi. Islomning yaxshilik qilish jamiyati, ya'ni jamiyati Xayriyat Islomiyani qurib edi.
fitna fasod tarqitadigan markaz deb tashviq qilib yimiravatdi. Nasihati omma ismlik risolani nashr qilsa, bid'at deb fatvo qilib bekor qildi. Mutoli'a hidoyat nomida diniy milliy adabiy maktab ochdi. Buni ozg'unlar uyushmasi deb taqdim etdi. Amalsizligimizdan taraqqiy madaniyat ishlarimizdan yuz o'rib, rahbarlarimizga agishib, rahatlarga erishdik. Shikoyatining oxirini rahatlarga erishdik deb ochiq kinoya bilan ifodalagan Abduqodir Domollam texmi oshirib ta'ni qilib, shuningdan keyin Jamoliddin Afg'oniy, Shayx Muhammad Abdu, Ismoil Bek G'osprinskilarga muyassar bo'lmagan tahsin va obrinlar bizga mansub bo'ldi deb yozgan. Buningdan Qashqar jamiyatida kishini cho'chitadigan qabohatli kuchning mavjudligini, Abduqodir Domollamning naqadar zo'r jasorat bilan bu johiliyat homiylarga ro'bro turganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. U mazkur maqolasida o'kingan holda madaniyatga oyoq besish haqiqatni tushungan buyuk rahbarlarning yo'l ko'rsatishi bilan yoki qo'shnilaridan foydalanish bilan bo'lish mumkindir deb o'tirg'a qo'ygan. Buningdan Abduqodir Domollamning qaloq ham bekinma holatda qolgan millatning zamonaviy madaniyat bilan qurollanishini yiroqni ko'rar rahbar bilan jug'rofiylik omilga bog'lab tushunganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Bundaq to'g'ri bilish kishini haqiqatan qoyil qiladi. Jug'rofiylik muhitning millatning tarixiy taraqqiyotiga ko'rsatadigan ta'siri haqiqatanmi sal qarashqa bo'lmaydigan muhim omil. Shunga mashhur German faylasufi Hegel dunyo tarixining taraqqiyot yo'nalishini jug'rofiylik sahnadan ayirib qarag'ili bo'lmaydi deb ko'rsatgan. Chunki zamin bilan insonlar bir-biridan ayrilolmaydi. Jug'rofiyalik shartlar bo'lsa, insonlarning tarixiy yo'lini, hayotlik xususiyatlarini go'yo taqdirdek belgilaydi. Kelajakka yo'l ko'rsatadigan, haqiqatni tushungan buyuk rahbar ayni zamondagi Uyg'ur jamiyatida bormidi deganda, biz bugungi tarixiy yuksaklikdan shundoq ayta olamizki, faqat Abduqodir Domollamlar moshundoq sifatga munosibdir. Abduqodir Domollamning Bayoniy haqiqat nomli asari e'lon qilingandan keyin Uyg'ur jamiyatini xeyli atrofli kuzatgan tatar ziyoli Nushrivan Yaushev Shura jurnalining 1916-yili 4-oyning 15-kundagi sonida e'lon qilgan ta'sirot maqolasida Qashqarlik Domolla Abduqodir janoblarining Bayoniy haqiqat mavzuliq maqolasi besildi. Qashqardak eng qorong'u bir bulungdan shundoq ongliq va kuchli bir olimning chiqib turkcha matbuot orqali haqiqat hollarini bayon qilishi meni eng so'yindirdi. Bu haqda buningdan keyinmi davomli qalam tavritib turishini tilayman deb yozgan. Shura jurnalining muharrirlari Abduqodir Domollamning Bayoniy haqiqat degan asariga tahrir ilovasi yozganda Domollam Abduqodir apandining Javohirul Iqon nomli asarni tunji ko'rgan vaqtimizda muallifni Sham yoki Misr olimlaridan bo'lsa kerak deb hukm qilgan edi. Buxoroda ilm tahsil qilgan peti arab tilida bu darajada tasvih va tabiiy qasida yoza oladigan muqtadar olim bo'lishi esimizga aslo kelmagan ekan deb qoyil bo'lganligini bildirishgan. 1912-yildan boshlab islohot ishlarini qanot yaydirgan Abduqodir Domollamning bu yillarda Qashqarda mutaassib qadimiychilar bilan bo'lgan kurashda murassa qilishga majbur bo'lganligi uning tamoman yakka yegona qoldirilganligi, so'z chaqiriqlari e'tiborsiz muomalaga uchraganligi va ish faoliyatlari ziyoda to'sqinlikqa duch kelganligidan derak bermaydi. Albatta,
Abduqadir Damollam 1916-yili Shura jurnalida e'lon qilgan adabiy bir musohiba nomli maqolasida hol hozirda cho'nglarga agashmak yuzidan Buxoro tartiblari ila mantiq, kalam, falsafa, tadrisi va mukolimalarga mashg'ul bo'lsam-mu, lekin ziyoli shogirdlarga tafsir, hadis, ilmu amoyilalardan ta'lim bermakdiman deb yozgan. U o'zi bu yillarda ham mudarris, ham Qashqarning muftisi edi. 1914-yilning oxiri Qashqarga kelib, Qashqarda 6 oy turib, 1915-yili Qashqardan ayrilib, Toshqo'rg'on orqali O'rta Osiyoga mang'an Odil Hikmat Bey, Amrulla Bey qatorliq turkiyalik ziyolilar üstüne atışdiki Bahavuddin Bayning öyidan xo'shlashib, Afg'onistonga berish uchun Rossiya tavasiga qarab yo'lga chiqish oldida bo'lgan ishni mundaq yozgan. Ortishdan yo'lga chiqish asnosida Qashqar muftisi Hoji Abdulqodir Damollamning orqamizdan avatgan bir otliq kishisi bizni jiddiy orqamizga qaytishga da'vat qildi. Mufti efendim bizler Ruslarning qo'liga asirga tushib qolgan holatni tush ko'ribdi. Shunga Qashqarga qaytishimizni umid qildi. Bir narsani tushungandek bo'ldik. Bu tush masalasi emas edi. Mufti efendim bir narsani bilib qolgandek qiladi. Bu Türkiyalik ziyolilar Hindistondan Qashqarga Kashmir yo'li bilan kelgan bo'lib, Afg'oniston tarafga chiqadigan yo'lning o'y cho'nqirini bilmaydi. Ham bu joylarni ruslar qamal qilib olgan bo'lg'ashqa xatarlik edi. Haqiqatanmi ular chegaradan chiqibla ruslarning tutquniga aylangan. Bu bayondagi uchurdan biz şu yıllarda, yani 1915-yili Abduqodir Damollam Qashqarning muftisi ekanligini bilib olaymiz. Ahmad Kamalmu o'z kitobida Abduqodir Damollamning mufti ekanligini bildiradigan mundaq bayonlarni yozgan. Shu kuni Abduqodir Hojim mufti hazratlari men bilan ko'rish uchun turmaga kelgan edi. Bu zoti sherif mening ma'naviy padarim edi. O usuli jadid maktablarida o'qishning durust ekanligi, balki farz ekanligi to'g'riliq Xinjiangda tunji qitim fatvo chiqargan fazilatlik zot edi. Muftilik islom jamiyatida xilali yuqori martaba, shundaqla oliy imtiyoz edi. Abduqodir Damollam jadidlik yo'lida ching turmaslik masalasida ijtimoiy muhitning qattiq besimi sababidan murassatchilik yo'lini tutishga majbur bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bu uning maydonining, nishonining, g'oyasining o'zgarganligidan derak bermaydi. Uning jadidlik shon shuhrati bu chaqda allaburun Xinjiangdan halqib, O'rta Osiyo musulmonlari orasiga taralgan edi. Shundaq bo'lg'ashqa Qozon shahrida nashr qilingan Shura nomli yarim oylik jurnalning 1916-yildagi bir sonida Abduqodir Damolla kimdir degan o'chirik e'lon qilingan. Buning bilan uning nomi butkul turkiy xalqlarga mashhur bo'lib ketgan. U mushu mezgillarda sarf nahvi, ya'ni morfologiya, sintaksis, tashilul hisob, osonlashtirish, Coğrafya ilmi, aqaid zöruriye, zörür aqidalar, bidayatus sarf, leksikidin dastlabki asos, bidayatun nahvi, ta'ilimus sibyan, go'daklarga tarbiya, tajvid turki, qatorliq darsliklarni tuzib, turlik amal chori bilan bostirib, maktab madrasalarni darslik bilan ta'minlagan. 120 kupletlik Muhammas nomli katta asrni yezib, o'zining jamiyat, e'tiqod, axloq, ma'rif haqidagi tashabbuslarini va tanqidiy qarashlarini ifodalagan. Mazmuni cho'nqur, tili go'zal, tanqidiy realizmlik ruhga ega bu asar 1910-yillardagi adabiyot tariximizda yagona asar hisoblanadi. Ayni chog'da Qashqar shahrida Iroq yaqiniga nomi mashhur madrasalardan 15 bo'lib, Abduqodir Damollamning
Laypeştaq мәдрсәсе, Qashqardagi Xalq мәдрсәсе, Hetqaq мәдрсәсе, Axun мәдрсәсе, O'rdaldi мәдрсәсе qatarlıq məşhur мәдрсәlər qatarıdan o'rin elib, 200 dan ortiq talibi bor məşhur мәдрсә bo'lgan. 20 asrning boshlari vatan va millatning taqdiri ustida bosh qotirgan Uyg'ur bolasi Nazar Xo'ja Abdusamatov 1887-yili tug'ilib 1952-yili vafot bo'lgan. O'zining Yo'ruq Sahillar nomli asrida 1913-yili 26 yoshida yurti G'aljatdan yo'lga chiqib, G'uljiga kelib, Muzart davini orqali 6 shaharga safar qilganligini yozgan. U safar jarayonida qoldirgan xotirasida Aqsuv Uyg'urlarining ijtimoiy, ma'naviy fojialarini ko'rib, bu yerdagi Uyg'urlarning istiqboli bak qorong'u, tumanliq va vahima ichida ekanligini sezdim. Aqsuvda ahvol mundaq bo'lsa-mu, boshqa yoqlarda undaq emasdi. Qashqar xalqi xeyli taraqqiy qilgan bo'lsa kerak. U yerda taraqqiyparvar Musaboyevlar, Abduqodir Domullamlar borg'u deb o'zlarimizga tasalli berdik deb yozganligini ko'ramiz. Buningdan Abduqodir Domullamning Qashqardagi ijtimoiy taraqqiyot ishlarining avangardi sifatida to'nilganligini ko'rib olaymiz. 1914-yili yozda Bahovuddin boyning g'ayrati bilan üstün atışda içilgan Uyghur muarif tarixideki tunji pedagogika mektebi Qashqar Darul Mualliminin baş muallimi Ahmet Kamalni ve onun muarif hareketini qollash yoki qarshi turish masalasida Qashqardagi diniy o'limalar ve boyvachchalar dastlabda ikki guruhga bo'linib ketgan. Abduqodir Domullam, Bahovuddin boy, Shamsiddin Domullam, Mahmud Domullam, Obul Qosim Domullam, Abdukerimxon Mahsum qatorliq kishilar qo'llaydigan guruhni, Ömer boy, Selim Domulla qatorliqlar qarshi turadigan guruhni tashkil qilgan. Qarshi turadigan guruh Rus konsulxonasi va aksiyatchi yerlik amaldorlar bilan birlashib, bu kurashda kuchlik o'rinda turgan. Ahmad Kamal shu chaqdagi ahvollar to'g'risida Beysaqliq Mahmud Axun Domullam bilan Abduqodir Domullam apandilar qorong'u kechida chaqqan chaqmaqdek chiroyli va ma'nilik so'zlari bilan ular o'chirmoqchi bo'layotgan ma'arif mash'alini chaqintish uchun ko'p tirishdi deb yozgan. Ammo xalqning ichki qismidagi bu ziddiyat nihoyatda tez murassa holatiga kelgan. Chunki Qashqarning eng obro'yli bosh qozisi Hoji Islom Domullam jadidlikni qo'llash maydonida turgan. Shunga 1915-yili 4-oyning 28-kuni Qashqarga kelgan Noshrevon Yaushev Qashqardagi o'zgarishlardan mamnun bo'lib, bultur yangicha muarifni cheklab jadidchilarni kofir deb atagan Qashqarning domollalari bu yil hammasi o'zgaribdi. Yangicha muarifga qarshi turg'uvchilarmi bunda qaltis natijalarni ko'rib o'z yordamlarini atabdi deb yozgan. Qashqarda yerim yildak turib oqartish faoliyatlari bilan shug'ullangan Odil Hikmat boy qatorliq Turkiyalik ziyolilar 1915-yili aprelda yozgan xotirasida madrasalardagi o'zgarish to'g'riliq mundaq degan. Qashqarliklar bizga shu qadar muhabbat bog'ladiki, bir deganimizni ikki aytqizmaydi. Madrasa toliblari bizdan geometriya darsi elishni orzu qiladi. Qashqardagi bu o'zgarishni muqarrar deb qarashga bo'ladi. Chunki Qashqar 2000 yildan ortiq tarixga ega qadimiy shahar bo'lish sifati bilan ilm, ma'rifat mash'allari nechqitim lavuldab yenib, nechqitim xiralashgan edi. Ma'rifat an'anasiga boy bu qadimiy shaharning zerak, tirishchan xalqi zamon taqozo qilgan, millat muhtoj bo'lgan foydali ilmlarga intayin tez yetishadi. Shundaq bo'lg'achqa ayni yillarda Qashqarga kelgan germaniyalik Von Lecoq agar yaxshi maktab bo'lgan bo'lsa, to'g'mi talantliq bu millat cho'qim ushqandek olg'a bosadigan deb tan olgan.
Әмма һәр қандақ шәкілдегі ислахатқа düşmanlik позициясын tutadigan Yang Zemin hökuməti tərəqqiyat yoluga taşlanğan hər qandaq qədəmni görüşni xalamaydı. O özünün səvəlliklərdən xatirlər, istighbar hujursidagi xatirlər, səvəlliklərdən savaq elish üçün lavzı təlimatını o'qish qatarlıq bir yurish qo'l yazma xatirlərdə mundaq deb yozgan edi. Xalqni idora qilishning tas bo'lishi bilimliklarning ko'p bo'lganligidan bo'lgan. Ahli haloyiqning bilim o'rganmasligini umid qilaman. Bilim orqali elni idora qilsa, davlatga ofat elib keladi. Xalqning bilimi oshgan sari ular yo'q yerdan putoq chiqarib, yomon ishlarni o'ylaydigan bo'lib qoladi. Vaqa paydo qilib, davlatni ma'lumotdan qilishdan bosh tortmaydi. Hüner texnikasi bor odamlardan biri ko'p bo'lsa, davlatga ofat keltiradigan odamdan biri ko'payadi. Jahondagi beg'arazlikni ko'pincha aqlli odamlar qiladi. Maktablar yaxshi emas. O'quvchilarga yomon ta'limotlar orqali foydasiz urug'larni tarqitadi. Shunga barliq maktablarni bekor qilib tashlamay bo'lmaydi. Men odam ishlatishda nodon kishilarni ishlatsam ishlatamanki, hargizmi aqlli, bilimli kishilarni ishlatmayman. Yang Zeminning xotirasiga bu bayonlardan biz Jungo xalqi tushma-tushdan uyg'onib, yuksak zamonaviylashish davri hisoblangan 20-asrga qadam qo'yayotgan sharoitda uning naqadar aksiyatchi feodal ideyani angushtar bilib, hokimiyat tutayotganligini ko'rib olamiz. Mana bu 20-asrning beshida diyorimizga 17 yil hukmronlik qilgan bir siyosiy sehrgarning bequtlashtirish taktikasidir. Xo'sh, bugun mush yergacha o'qiylik. 3-bölüm, ya'ni eng oxirgi bölümiga diqqat bering. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Kirishtirgan muzikani Dilfuruz G'ani ishlagan. 2021 yili fevral janvada unga elindi.